Yaponiyada o'zbek tadbirkorini bir kuni ishga boradigan kunim nonushta qilishga ulgurmayman, lekin matcha ichib olaman. Qornimni to'q tutadi va diqqatimni jamlashga yordam beradi. Ayniqsa bugun men uchun juda muhim kun. Bugun birinchi marta tadbirkor sifatida Yaponiya oziq-ovqat eksport yarmarkasida qatnashyapman. Yaponiyada matchani turlari, navlari juda ko'p, lekin oliy navli 100% tabiiy matchani yetishmovchiligi hali ham davom etyapti. Bu yerga Nisei Organic uchun qo'shimcha ta'minotchi topish uchun keldim. Yarmarkada 30 dan ortiq choy kompaniyalari bor. Lekin men atigi 6 tasi bilan suhbatlashdim. Sababi ular matchani o'z dalalarida yetishtiradi. Qolgan kompaniyalar dalalardan olib sotadigan vositachilar. Uyga kelishim bilan bugun olgan namunalarimni birma-bir sinovdan o'tkazdim. Nisei Organic brendi ostida Yaponiyaning eng oliy navdagi 100% tabiiy matchasini qadoqlataman. O'z dalasida choy yetishtiradigan ishonchli choy kompaniyalari bilan ishlaganim uchun ham Yaponiya do'konlaridan ko'ra hamyonbop narxda O'zbekiston bo'ylab yetkazib beraman. Agar siz choyni eng yosh barglaridan saralab olib tayyorlangan 100% tabiiy matchani tatib ko'rmoqchi bo'lsangiz, hoziroq kommentariyada matcha so'zini qoldiring.